Xo'p, sotuv skriptlari haqida gapiramiz. Sotuv skriptlari nima kerak? Hurmatli tadbirkorlar, Jo'rabek aka, hammamizning muammomiz, hammamizning orzuyimiz ko'proq sotish. To'g'rimi? Ko'proq sotish, sotuvni oshirish, sotsak. Zo'r. Hammada tadbirkor shu. Daromadni oshirish, sotuvni oshirish. Nima qilish kerak? Ko'p mijoz kelyapti, lekin yaxshi sotuv bo'lmayapti. Sota olmayapsiz. Keyin o'ylaysizki, yo o'zlari xohish yo'qda deyiladi. O'zlari xohlamaydi. Yo aslida sotayotgan odamning skriptlari yo'qligida bo'lib chiqadi. Skriptlar nima degansa, mijoz bilan gaplashayotgandagi hamma gaplari yozilgan bo'lishi kerak. Ya'ni sotuv skriptlari degani, men sotuvchi bo'lsam, mening skriptlarim nima? Siz mijozsiz, siz bilan gaplashishim bor-ku, sizlar savol javob. Har bir gaplarim yozilgan bo'lishi kerak. Siz yo'q desangiz, unga ham javob yozilgan bo'lishi kerak. Qimmat ekan desangiz, unga ham javob yozilgan bo'lishi kerak. O'ylab ko'raman desangiz, bunga ham javob yozilgan bo'lishi kerak. Ertaga kelaman desangiz, unga ham javob yozilgan bo'lishi kerak. Keyin gaplashamiz desangiz, unga ham javob yozilgan bo'lishi kerak. Tushundingizmi? Arzon ekan desa, unga ham javob yozilgan bo'lishi kerak. Xullas, sotuv menejeri mijoz bilan gaplashayotganda o'ylamasligi kerak. Tushundingizmi? Har biriga javob tayyor bo'lishi kerak. Shablon. Javob beraverasiz. Yo'q desiz, ha bilaman, yo'q degansiz, keyingi shablonga tikiladi. Tushunyapsizmi? Sotuv skriptlari bo'lishligi sotuvchi mijoz bilan gaplashayotganda qiynalmasligini olib keladi. Yaxshi degan. Bu sotuv skriptlari degani mijoz bilan gaplashayotganda siqilmaydi, stressga tushib qolmaydi. Voy, men bilmaydigan savol berib qoldi, nima deb o'ylayman deb o'ylanib qolmaydi. Tushunyapsizmi? Mijozni kuttirib qo'ymaydi. Hozir bir 5 daqiqada aytaveraman deb telefonni qo'yib kimningdir oldiga chopib ketib qolmaydi. Hozir so'rab chiqaman. Eng yomon ko'rgan narsam shu. Do'konga borsam, "Mana bu qancha?" desam, "Oyi, mana bu qancha?" deydi. "O'g'lim, mana bu qancha?" Ana bu yomon narsa, bu narsa. Yo'q, aka, hozir aytaveraman. Ya'ni mana suvdan, menga o'rash suvdan olma desa, qaysi biridan? Qaysi biridan? Manasidanmi? Xolodilnikdanmi, sovuqdanmi, isig'idanmi? Yo'q, o'sha xonamizga bir konteyner qo'yilgan, qanaqa haroratidir. Mashinasidan beraymi? Degan narsa bo'ladigan bo'lsa, hamma sovuqdagi bo'ladigan gaplar sotuv skripti. Sotuvchi mijoz kelgandan mana mijoz bilan ko'rishgandan xayrlashgunigacha bo'lgan hamma gapi skript bo'ladi. Va bu qanaqa tuzatsangiz, maslahatchi sifatida tuzilishi kerak. Qarang, sotuv skriptlari sotuvchini maslahatchi sifatida yozilishi kerak. Men sizga tushundim, siz vaziyatingizni, men sizning holatingizni sizdan ham ko'ra yaxshiroq bilaman. Men sizga buni emas, buni tavsiya qilaman. Maslahat, ko'ryapsizmi? Men sizning holatingizni, masalan, siz mana siz qanchani olish uchun keldingiz, to'g'rimi? Men buni sizga tavsiya qilmayman. Men sizga mana bunisini tavsiya qilaman. Bu qanchani tavsiya qilaman. Masalan uchun siz ipli qancha olish uchun keldingiz, men sizga buni taklif qilaman. Nimaga desangiz, bu qulay. Olib ketsangiz bo'ladi, olib yursangiz bo'ladi. Batareya solib qo'ysangiz bo'ldi, ishlayveradi. Mana bu ortiqcha ip bo'lmaydi. Istagan joyingizdan borib ishlatsangiz bo'ladi. Shuning uchun men buni sizga tavsiya qilaman. Bu juda qulay. Chunki o'zim ham 1 yildan beri ishlataman. Desangiz qarang. Sotuvchi mijozga maslahatchi bo'ldi. Mijoz har doim sotuvchidan ko'ra maslahatchini yaxshi ko'radi. Maslahat bering. Menda shunday bo'lamiz. Kiyim olib borsam sotuvchi aytaman, "Maslahat bering, menda kiyimlik tarjibam yo'q" deyman. Kim menga qaysi sotuvchi menga maslahat bersa, o'shandan olaman. Aka, yoqqanini oling. Biz istagan pulingizga qilib beramiz, men undan olmayman. Uning maqsadi sotish faqat. Qarang. Istaganingizni oling, qulay narsa qilib beramiz. Qayerda-yu? Uka, qayerda ishlaysiz? Nima maqsad olmoqchisiz? To'ygami, ko'chagami, uygami? Agar to'y bo'lsa mana bu, uyga bo'lsa mana bu, bo'lmasa mana bu. Men 1 yildan beri o'zim kiyib yuribman. Desangiz, voy, bu maslahatchi ekan. Bundan maslahat so'rab, buni olib ketaman sotuvga. Ya'ni sotuv skriptlari maslahatchi etapida tuzilishi kerak. Sotuvchi etapida emas-da. Nima xohlasang sotaman emas, tushunyapsizmi? Demak, sotuvchi skriptlarini men qanday tuzaman desa, maslahatchi sifatida. Maslahatchi sifatida o'zingiz ko'rasiz. Shunda keyingi skriptlar tuzadi. Shunaqa sotuv skriptlarini qanaqa yozamiz desangizlar, sotuvchini maslahatchi qilasizlar-da. O'shanday qilib maslahatchi. Zo'r, sizni tushundim. Men sizdagi mijozlarni ko'p gaplashib qo'yganman. Sizdagi muammolar bor. Sizdagi muammoga bu yechim emas, sizlarga bu yechim. Buni shuncha qichiz deydi deb desangiz, ha bu mutaxassis ekan-ku deydi. Har safar kelib boshlaydi oldiga. Maslahat ham doimiy mijozingizga aylanadi.
ham har doim bizga maslahat olib ketaveradi. Bo'ldi, sotuv skriptlari shuning uchun kerak. Savolingiz bo'lsa, savol bering, bo'lmasa gapiring. Sotuv skriptini demak, mijozda maslahatchisi sifatida o'zimizni qaraymiz deganda, keyin sizga mana shuni maslahat beraman degan ma'noda ro'yxatini gaplashamiz. Bitta qiyin tomoni bor. Endi bu maslahatchi bo'lish uchun mijoz haqida ko'proq ma'lumot bilish kerak bu va sotayotgan mahsulotini haqida ham ko'proq ma'lumot bilish kerak. Sotuvchi maslahatchi bo'lish uchun sotayotgan mahsulotini ham juda chuqur bilish kerak. Mijozni ham chuqur bilish kerak. Mijozni orag'ini ham chuqur bilish kerak. Sotayotgan narsasini ham chuqur bilish kerak. Shunda men bilaman, sening yoshingda men ham o'tganman deyish mumkin. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.